Bugun 17 noyabr sanasida O'zbekiston Respublikasi suv bo'yicha qonunchiligini takomillashtirish va xalqaro suv hamkorligiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Konferensiyada 200 nafardan ortiq qatnashchilar, jumladan Butunjahon suv boshqaruv kengashi, Xalqaro irrigatsiya va drenaj qo'mitasi, Global suv hamkorligi tashkiloti, Osiyo taraqqiyot banki, Xalqaro iqtisodiyot hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Xalqaro orolni qutqarish jamg'armasi ijroiya qo'mitasi, Markaziy Osiyo mintaqaviy ekologiya markazi vakillari, Buyuk Britaniya, Kanada, Chexiya, Fransiya, Germaniya davlatlaridan xalqaro suv xo'jaligi konsultantlari hamda mamlakatimizdagi xalqaro moliyaviy institutlar vakolatxonalari rahbarlari, xorijiy davlat elchilari ishtirok etishdi. Ushbu konferensiyada O'zbekiston suv xo'jaligi sohasida olib borilayotgan islohotlar, suv kodeksining mazmun-mohiyati, xalqaro suv hamkorligi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan mavzular yoritilib bordi.